Ustozlik haqida gap ochilibdi ekan, menga juda ham ko'p yosh psixolog bo'lmoqchi bo'lgan insonlar murojaat qilishadi. Parizod opa, sizga o'xshab men ham mana shunaqa yaxshi psixolog bo'lmoqchiman, nimadan boshlashim kerak? Ko'p holatlarda men ular bilan suhbat qilganimda birinchi konsultatsiyaga kirishish, ya'ni qanaqa qilib konsultatsiya qilish, qanaqa savollar berish kerak, umuman eplimanmi, yaxshi psixolog bo'la olamanmi degan qo'rquvlari bo'ladi. Bular hammasi algoritm. Albatta bitta storiesda qanday qilib psixologni, ya'ni o'sha algoritmlarni tushuntirish qiyin, lekin shuni aytmoqchimanki, har biringizni qo'lingizdan keladi. Yaxshi psixolog bo'lish, yaxshi pul topish, daromadingizni уже siz psixolog bo'lib turib daromadingizni 2 barobar ko'tarishga ham qo'lingiz keladi. Shunchaki ichki kompetensiyani ko'tarish kerak, qizlar. Shunday ekan, o'sha qo'rquvlar nimaga olib keladi? Psixologiyada o'qib bo'lib konsultatsiyani boshlashdan qo'rqadi, bahodan qo'rqadi, mijoz qanaqadir savol berib qo'ysada, men bunga javob bera olmasam agar deydi. Men superviziyalarda ko'pincha mana shu narsalarni o'rgataman-da. Sizlar bilan bitta aynan jonli efir o'tkazmoqchiman. Qo'rquvlaring haqida gaplashamiz. Umuman olganda nimaga ahamiyat berish kerak? Mijoz bilan ishlayotganda aynan o'sha rабочий alyans degan narsalarni, mana bu ishonchni qanday tug'dirish kerak? Nima deysizlar? 16 oktyabr kuni 21:00 da mana shunaqa jonli efir qilmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, hamma paroli yavkalarni qoldiraman. Jonli efirda ko'rishguncha, aynan o'sha jonli efirda o'zingizni savollaringizni, sizni qiziqtiradigan psixolog sifatida mana shu sohaga kirib kelish sizga qiziq bo'lsa agar, gaplashamiz. Men tayyorman hamma savollarga javob berishga.